Hop. Ovcharka. Nemetskiy ovcharka. Okey. Ma'lumotlarni bering-chi buni. Yoshi 1 yosh. Yoshi 1 yosh. Apatirovkalari bor, o'yin qaro. Yosh bolalarga umuman tegmaydi. Ha? Juda ham aqlli odamlar, olsa qo'riqchilik ham zo'r qiladi. Holati Uyda yaxshi. boqqani ham, ha, uyda Yoshi qanaqa dedingiz? Yoshi aka 1 yosh. 1 yosh. Uklonlari bor, misol pasatkalari bor. Ha. Pasportlari bormi buni? Pasportlarni qildirib beramiz, pasportlari yo'q, misol. Privkalari bo'lganlik. Ha, privkalari bo'lgan. Bu narxini qancha deyapsiz aka? Narxi aka $150. $150 chiq qimmat emasmi aka? Aka, kelishtirib beramiz. Nech pul qilamiz? Sotishni niyat, nech pulga sotamiz? Oxirini aytaymi aka? Oxirini ayting. Oxirdan sal kamrog'ini ham aytavering. Oxiri 1,5 million aka. Oxiri 1,5 million so'm. Erkak. Yana uzoqroqdan olishsa, yo'l kirasiga yana ozmoz tushib beriladi. Ha, yana savdolashsa bo'lishadi. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Hop, lazim. Zanjir hamma yo'g'i bilan birga ketadimi bu endi? Ha, zanjirlarni ham qilib beramiz. Pulchi kontrakt shunaqa. Hop, ikkinchi itimiz. Kusqar aka, o'lchi. Kusqa, o'lchi. Mo'luli ekanmi bu soqolli? Soqolli. Juda ham aqlli. Ha? Urg'ochi. Urg'och, hali o'yga chiqmagan. Yo'q, o'yga chiqmagan, ishlamagan. Ishlatsa Komandalari bor. Ha, apartirovkani qiladi bu ham. Ha? 5 oylik urg'ochi. Buning narxi 600 ming so'm. Kamichi? 500 mingga berib yuboramiz. Undan kami yo'q. Yo'q, undan kam yo'q. O'zi bitta laychik puliga ketyapti. Aktiv qo'riqchilikka olsa ham zo'r o'yga ishlaydigan akalarimizga tavsiya. Zo'r, qo'lga o'rgatsa. Spanelchi-chi? Spanel aka, spanelimiz tuqqan. Bolalari ham bor, o'zi ham sotiladi. Hali tuqqanmi? Ha, Men kuchli deb o'ylab qo'ydim. Yo'q, yo'q, bu tuqqan aka. Juda ham qo'riqchilik. Necha yosh bu? Yoshi 1 yoshli aka. Yoshi 1 yosh. Faqat bir marta tuqqan. Bir marta bolasi. Nechta tug'di? 5 ta ona. 5 ta. Bolalari yaxshi qaradimi? Bolalariga zo'r qarayapti. O'sha bolalar katta, sotiladi. Buni narxi aka 600 ming so'm. 600 ming. Ha. Kamichi? Kami bo'lishi. Bo'lishi 600. 800 ming sotiladi. Ha. Sizga o'rnatiladi 600 ming. Pitbull. Nech pulaga aka pitbull? 600 ming. Pitbullimiz aka 1 million qilib beramiz. $100 bozorda aytilyapti. Ma'lumotlari-chi buni? 4 oylik. 4 oylik. Ha, 4 oylik bo'lmaydi. 3,5 oylik shunaqa erkak. Erkak. Juda ham aktiv, 1 urushqor. milliondan kami yo'qmi bu? Ha? Nima deysiz? 1 milliondan kami yo'qmi? Kami yo'q. Agar mana misol yaqin atrofda bo'lsa, 1 million so'm. Agar uzoqroqdan, orqa tarafdan bo'lsa, Yana shu ber. Ilgiralariga yana shu beradigan. 12 ta viloyatga dastavka. 12 ta viloyatga dastavka bor. Mana shu o'z spanelimiz bolalar. Spanelli bolalarimi bular? Endi 1 oylik bo'lishdi. Bular ham Shunday bo'laveradi bularda. Nechta urg'ochi, nechta erkak? Hozir bitta erkak qoldi, 3 ta urg'ochi qoldi. Bitta erkak, 3 ta urg'ochi. Narxi qanaqa bular? Narxi urg'ochisiniki 300 ming so'm, erkagi 500 ming so'm. Laycha, zvanok haqiqiy katta bo'lmaydi. Bu lachami spanelmi? Yo'q, katta bo'lmaydigan narsa aka. Ha, lacha deganingizga men hayron. Bizda endi shunaqa deyiladi. Zvanok. Bo'yi shu onasidaqa bo'lar ekan. Yaxshi holatda. Bir tanesi mashina bor. 2 oylik. 2 oylik. Narxlari $100. $100. Qimmat emasmi bu? Yo'q aka, $150 gacha sotilyapti. $150 sotilyapti. Nech pul qilamiz endi buni? Bo'ladiganini qilaylik. Qilib beramiz. 1 million so'm qilib beramiz. Urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'och. Katta mishlarchi? Katta mishlarimiz aka Scotch Fold 6 oylik, qulog'i singani, shu yopgani 800 ming so'm. Narigisi 600 ming so'm. Mramor shinshilla.
Jinsi qanaqa bular? Bittasi serisi erkak, narigisi urg'ochi. Erkak urg'ochi. Mishiqqa yaxshi tushunolmayman. Nechi puldan beramiz bular? Aka, bularni Buni savdo olib ketadiganlar. 500 ming so'm narigisi, bunisi 700 ming. 500 ming, 700 ming qo'li yetilgan. Keyin hasheniklarimiz bor ikki aka, hamma yo'q bor. Itga, mishiqqa ham topsa bo'ladi sizdan. Hamma yo'q bor aka. Itlarga bo'yin bog'lab bemalol topsalar ham bo'lar ekan. Hammalar, Hamma yo'q bor. hamma yo'g'i bor ekan. Yana qanaqa nimamiz bu? Mana aka qozoq alabaylar. Qozoqlar. Bir oy. Qozoq alaba deganingiz bu qanaqa? Otasi qozoqmi, onasimi? Ota-onasi ham qozoq, qirg'iz deyiladi. Qirg'izlar qozoq boshqa tuzumi boshqa. Ha, Bu qirg'izdan kattaroq bo'ladi, alabaydan sal kichikroq bo'ladi. alabaydan kichikroq. Lekin holatlari yaxshi. Bir oylik. Judayam baxtli. Bir oy. Nafkalari bo'lgan. Yo'q, prinkasi aka 3 oyligida faqat. Haligi o'lib qolmasligi uchun kichikligida, tug'ilganda Kichikligida, qiladi. ha, ular bu multikani yarim 0.5 doza qilinadi. Hali bularga erta. Hozir ishlari baquvvat. Ha, vesi yetmadi Ha, demak. vesi hali 5 kilo bo'lgandan keyin qilinadi. 5 kilogacha qilaman. Bu aka narxlari 500 mingdan siz obunachilarsiz. 500 mingdan, undan kami yo'q. Yo'q. Begonadan kelsa-chi? Begonalar aka kelsa 700 ming narx aka. 700 mingdan. Nechta erkak, nechta urg'ochi bitta? Bitta urg'ochi, qolgani hammasi erkak. Yana hammasi erkak. Yana nimalarimiz bor? Bo'ldi aka hozircha. Qanaqa it kerak bo'lsa? Qanaqa it kerak bo'lsa, qanaqa Shu adashmasam akam zoo magazini ham bor, baliqlar ham hamma hayvonga nima qiziqsalar bor. Haligi sher, maymun bolalaridan ham ularda topsa aka bo'ladimi? zakazga olib keltirib Faqat zakaz. Ha, dokument orqali olib keltirib dokument orqali. Unga dokument qanaqa qilish kerak? o'zini nimasi bo'ladi, sertifikat boqish mumkin yo'q mumkin emas hayvonlar bo'ladi. Misol Ha. sherni boqaman deydiganlar, sherga yetarli darajada uyda sharoit bo'lsa keyin dokument bo'ladi. Ha, отдельный joy tayyor bo'lishi kerak. Unga joylarni tekshirishadi. Tekshirishadi, misol kuniga unga misol qanaqa go'sht berishadi. Ashu go'shtga yetarli mablag'i bormi? Ashlargacha oladi. Qaysi yovvoyi hayvonni uyda boqish uchun nimamiz bu ruxsat kerak bo'lmaydi. Ruxsat kerak bo'lmaydigani aka yovvoyi hayvonlarga hozir aka qizil kitobga kirilmagan. Qizil kitobga kiritilmagan. Ha, yovvoyi hayvon qizil kitobga kiritilmagan. Boqoladi. Boqsa bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqsanay, topsa bo'ladi. Bo'ladi. Любой narsa, maymun, sher, nima kerak bo'lsa Topsa bo'ladi. Hali ijaraga beriladiganlarda ham nomeri bor. Bo'ldi. Aloqaga chiqamiz. Alabaylar bor ekan. Erkak necha kunlik bular? 20 kunlik. 20 kunlik. Oqidan ko'pchilik so'rayotgandi, oqi bor ekan. Bularda Ota-onasi ota-onasi o'zida. hozir zotiga garantiya. Xo'p, 20 kunlik. Narxlari qanchadan buni? Kelishaveramiz, yengil qilib beramiz o'zimiz dehqonchilik. Aniq narx. Kelishaveramiz. Yo'q, endi ota-onasini ko'rgandan keyin o'zi ko'pchilik narx beryapti. yo'q, biz aniq narx qo'yishimiz. Erkagiga 500 ga beramiz. Erkagini 500 mingga berasiz. Undan kami yo'q. Yo'q. Qizlarini Sal savdolashsak ham yo'q. Endi aniq narxiga aniqni aytdim. 500 narxga berishar ekan erkagini. Urg'ochilarchi? 400, oxiri 300 qilib beraman. Oxiri 300. Yana qanaqa nimalarimiz bor? Звонокlarimiz bor. Ibatda Morskaya svinka xamichoklar ham bor. Qani ham zo'magazin bo'lgani uchun Xamichokchalardan nima? hayvondan bor. Qanchadan bu? Nechi pul ekan bu xamichoklar? Katta Xamichoklar tishxonmi 35 bu? mingdan ko'paytirishga tayyor. Bu tishxonmi bu? Svinkalar 100 mingdan. Nima yo'q ekan? Damashniy tishxon. Hamyoq. Morskaya svinkalar hammani ovarag'iga Nechi pul ekan bular? Morskaya svinka 100 mingdan. Kattasi. Kattalari 100 mingdan, ular zoti yaxshi tushunurman. Bu kichkinalarichi? Xamichoklar 35 mingdan. 35 ming. Ham ko'payishga tayyor 3 oylik. Kami qanaqa bu? 15 ming tushib beradi. 10-15 ming tushib beriladi. nima yeydi opa? Xo'p. Kuchuchalar, laycha kuchuklar so'rayotganlar bor edi. Qizmani kuchalar.
Bular qanaqa ekan? Opa narxlari. Bularniki ancha arzon bo'lsa kerak. 250 ming erkagi. Yo'q. Qizlarini 100 ming. Alaba narxi yo'q. Yo'q, toza zvanokda 2 qarich bo'ladi, qulog'i tikka bo'ladi. Qarich alaba narxi bo'lib qolyapti unda. Mana shunaqa zvanokka talab kuchli, keyin toza zvanok topish ham qiyin-da. Bo'ladigan narxini nechi pul qilib beramiz? Qizlarini 100 dan beraman, erkagi 200. Qizlari 100, erkagiga 200. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nechta erkak, nechta urg'ochi? Bitta 4 ta urug', 3 ta urg'ochi qoldi, qolgani erkak. 3 ta urg'ochi Keyin mana qolgan erkak. Sarajvoy. Erkak bu ham mana. Bu qanaqa zot? Aqranaga zo'r. Qanaqa zot? Nima, sredniy, Sarajvoy. Nech pul bu? Buni ham 200 ga beraveraman. Buni ham 200 ga beraveradi. Yosh Buni qanaqa? qulog'i tikka bo'lmaydi. Ha, o'zi bilinib turibdi. Yosh qanaqa bu? 1 oylikdan o'tib qoldi. 1 oylikda o'tib qoldi. Ota-onasi Ota-onasi o'zimda emas, zavodchigimdan olganman. lekin keltirib berishsa bo'ladi. Rasm videolari bor. Ha, haligi mo'tchilarni ham ota-onasi keltirib bersa Rasm bo'ladi. videolari bor. Bo'ladi. Telefon nomerlarini aytamiz. Telegram nomerim 91 665 91 665 65 57. 65 57. Telegramda. Ha. O'zingizga aloqaga chiqqani 93lik 93lik 109 109 65 67. 65 67. Zo magazinimiz Kirgili Shrotkada yo'lda. Ha, Zo magaziningiz ham bor. Zo magazinimiz. Demak, baliq, bunaqa narsalar bor. topsak bo'ladi. Eng kichik azot dachalarida pitomnigimiz bor. Hatta Akita Inu, Alabay, Pitomning nechta iti bor masalan? Charkam bor. 14 ta it bor. 14 ta it. Hammasini pasport firibkasi bor. Pasportlari bor. Ular sotilmaydi, bolalarini ishlatadi. Xudo xolasa borib bir obzor qilamiz. Aloqaga chiqib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aka. Kimsiz? Kimsiz? YouTube'ga videoga olyapti aka. Nechi puldan ekan bular? 800. Mana 800. Bo'lish. Uchalasi ham urg'ochi, Ispaniyada, ha? Uchalasi ham urg'ochi Ispaniyada. 800 mingdan. Telefon nomerlar bormi? Nechilik? 91lik 604 95 95. Kami bor. 800 ming. Bu zot qanaqa ekan aka bu misolda? Angora. Turetskiy angora. Narxi qancha aka? 500 ming so'mdan 500 ming so'm kami bor. aytyapmiz. Endi sepchot beramiz. Jinsi qanaqa? Qanaqa? O'g'il aka, O'g'il. 2,5 oylik. 2,5 oy. Bag'da qanaqalari bor? Bag'da Shu sheriklarimi? shelchilar bor. Shotlandskiy. Katta 7 oylik bor. Monisi 7 oylik, a? Ha, narigilari 2 oyliklar. Nargilari 2 oylik. Jinsi qanaqa aka ularni? O'g'il. O'g'il. Kattasi qiz. Bu kattasi qiz. Tayyor, vyaskaga tayyor Ha, ashu. nargilari o'g'il. Narxlari qancha bo'lyapti aka bular? 500 mingdan bir xil aka hammasi. Hammasi bir xil 500 ming. Kami bor. Telefon nomeri bormi aka? 91lik 91lik 01 00 54 00. 54 00. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum, Xolmel aka. Aka bu qanaqa ekan zoti? Длинношерстный немецкий овчарка. Xo'p, narxi qancha ekan aka buni? Narxi 1 million kami bor. 2 oylik bo'ldi. 2 million kami bor. 1 million. 1 million kami bor. Urg'ochi bular. Urg'och. Bunisi-chi? Bunisi 800 ming kami bor. 1,5 oylik bo'ldi. 800 ming kami bor, 1,5 oylik bo'ldi. Turmushkalari hamma yo'q qilingan. Ikkalasi ham urg'ochi, ikkalasi ham urg'ochi. Bor yana. Bu ota-onasi nimalarini Onasi hammasi keltirib beriladi, hamma yo'q, ha? hamma yo'q. Uyda bor. Bo'ldi. Toza zot. Toza zo'r. Yaxshi kuchuklar ekan. Aradasi nima ekan? Telefon nomerlari 90lik 90lik 632 632 42 40. 42 40. Raqamlarga telefon qilib olaverasizlar bemalol. Rasm, video so'rashmiz. Ha, rasm, videolarni so'rashmiz deyishyapti. Kesalarning ota-onasini ko'rsatib berishaverar ekan.